Assalomu alaykum hammaga. Men Ahrorov Bekzod, 15 yillik tajribaga ega trenerman. Hozirgacha 300 dan oshiq shogirdlar bilan ishlab kelganman. Ulardan 90% rezultatga chiqqan, ya'ni shu ozolmayotgani ozgan, semirolmayotgani semirgan. Bugun men sizlarga sportdagi eng katta noto'g'ri tushunchani buzib, nimaga hali ham siz rezultat qila olmayotganingizni, ozg'in bo'lsangiz semirolmayotganingizni bitta sodda qilib tushuntirib beraman. Auditoriyamizda ya'ni ozg'in auditoriya ham bor, ya'ni shunaqa ko'p savollar keladi. Men ozg'inman, aka, nima yesam ham semirolmayapman, nima qilsam ham ves olmayapman. O'shalar to'g'risida ham gapirib ketamiz. Ozg'inlarni nima muammo kutyapti? Shular to'g'risida gaplashamiz. Ozg'inlarda asosiy muammo bu kiyimda bo'ladi, ya'ni kiyim kiysa xunuk turadi, vichilkaga o'xshab qoladi. Shim kiysa ham dazmolli shnuriga o'xshab ingichka bo'lib qoladi. Oshnog'ayni oldida ham kichkina ko'rinadi, zalga chiqsa ham uyaladi, yengi uzun kiyinib yuradi. Nima yesa ham semirmayman deb o'ylaydi. Bu faqat semirolmaslik uni miyasida bo'ladi, yechimni bilmaydi. Men sanab o'tgan hamma muammolarimga qanaqa yechim bor? Hozir men sizlarga bu narsani ketma-ketlikda sanab beraman. Ozg'inlar to'g'risida nima yesam ham semirolmayman deydigan odamlar to'g'risida gaplashib ketamiz hozir. Bu nima yesam semirolmayman deydigan semirolmayman degan narsa bu odamning miyasida. Unaqa narsa bo'lishi mumkin emas. Siz o'sha kunlik profitsit qila olmayapsiz. Kunlik o'zingizni kaloriyangizni yig'olmayapsiz. O'shaning uchun siz bir kun, 2 kun plotni ovqatlanasizda yoki bir mahal plotni ovqatlanasizda, bo'ldi, men semirmayman deysiz. Yo'q. Siz kunlik kaloriyangizni hisoblab turib, o'shandan 300-500 qilsangiz profitsit kaloriya. Ya'ni etikli bir kunda siz misol uchun 3 mahal 3 kosa ovqat yeyapsiz. Siz bir kunda misol uchun o'shandan qo'shimcha bir 300 gram guruchmi, 300 gram kartoshkami, 300 gram makaronmi, kunlik ovqatingizdan tashqari shu narsani bir hafta 10 kun davomida stabilni yesangiz, sizni vesingiz oshadi. Keyingisi zalga chiqib siloviy nagruskani oshirish kerak. Siloviy nagruska deganda texnika bilan bu chiqib turib bir travma qilib turib yo bir grija qilib turib o'tpotingizni chiqaring demayapman. Texnika bilan siloviy og'ir ishlash kerak. Ya'ni 15-20 ta повторениyada emas, kamroq повторениyada og'ir vesda ishlasangiz, siz tezroq ves olasiz. Endi sizlar bilan hozir shogirdlarimning rezultatlari haqida gaplashamiz. Qisqacha ma'lumot berib ketaman. Shogirdlarimdan bittasini aytib ketaman. Ismi Abdurazzoq, o'zimni bratishkam bo'ladi, ya'ni ukam bo'ladi. Men oldimga u semirish muammosi bilan kelgan edi. Oldimga kelganda 60 kilo edi. Bu shogirdim bilan biza 8 kilo massa olganmiz, ya'ni go'sht o'stirganmiz. Oddiy qozon ovqat bilan hech qanaqa dabavkalasiz, hech qanaqa qo'shimchalasiz. Oddiy qozonni ovqatni o'zi bilan 8 kilo go'shtni o'stirganmiz. Onlaynga keladigan bo'lsa, mendan oddiy pitaniya olib turib, ya'ni plan pitaniya sotib olib turib, odamning o'zidan kelib chiqib, ya'ni uni vesidan, yog' foizidan kelib chiqib turib, pitaniya tuz beriladi, BJUsini hisoblab, oddiy shunaqa pitaniyani o'zidan ham rezultat qilganlar ko'p. Bir xil ozmoqchi bo'lganlar 7-8 kiloga ozdi, semirmoqchi bo'lganlar ham xuddi shunaqa 6-7 kiloga ozdi, ya'ni qonning aylanasi ham ancha ketdi. Yaxshi o'tziflar bor bu yerda. Agar videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, demak sizda ham shu sanab o'tgan muammolar bor. Shu paytgacha nimadir qilib ko'rgansiz, kimdandir so'rab ko'rgansiz, kimdandir nimadir sotib olgansiz, rezultat olmagansiz. Men sizlarga shu narsani, ya'ni 15 yillik tajribamdan kelib chiqqan holda hamma narsani yig'ib, sizlarga onlayn darslik tayinlaganman. Bu darslikda nima bo'ladi? Birinchi o'rinda mashqlarni qanaqa texnika bilan qancha повторениyadan ishlash kerak. Ikkinchisi bu ozg'in odamlar nima yeyishi kerak, nima yesa semiradi yoki semiz odamlar nima yesa ozadi, nima mumkin emas. Undan keyingisi dabavkalar, ya'ni sport qo'shimchalarini qanaqasini olish kerak, qanaqasi kerak emas. Hammasini zarrini gaplashib ketganmiz. Keyin bunaqa rejim yo'li, ya'ni uyqusini rejimi yo'li, nima ichish kerak, nima ichsa rejim to'g'ri bo'ladi, nima ichsa gormonlari восстановление bo'ladi, hamma dabavkalarni sanab ketganman. Bu onlayn darsligimiz oyiga 399 ming so'm bo'ladi. Bu darslik har oy yangi informatsiya bilan yangilanib turadi. Agar siz ham onlayn darslikka yozilmoqchi bo'lsangiz, pastdagi adminga yozib aloqaga chiqing.